Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar. Din va hayot nomli suhbat programmamizning navbatdagi bo'limida afujallik haqida to'xtalamiz. Shubqarim afujallik haqida bir tushuntirib o'tgan bo'lsa, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Endi afuchallik meselesi kelsak, afuchallikni ulamolar asosan ikkiga bo'ladigan. Biri sükülüdüğün afuchallik, biri madhilindiğin afuchallik. Sükülüdüğün afuchallik degan, hele kuchi yetmese afu qilyaptim. O asli afuchallik turiga kirmaslik kerak. Zulmga rozi bo'lishda bir millatning fardlarining ichida, a'zolarining ichida zulmga rozi bo'lish orqali zulm kelib chiqdi. Shunga Fir'avnning rivoyatlar bor. Seni nima bundaq zalim bo'lib ketishingga nima sabab bo'ldi, nima jihatdan eshib ketdi desa, men qancha zulm qilsam sizlar jim turdinglar degan bir rivoyatlar bor. Masalan, hamda bu afuchallikqa kirish uchun, hamda haqiqiy afuchallik bo'lish uchun kuching yetadigan turib, kuching intiqom olsang, o'ch olsang, kuching yetadigan turib afu qilayotgani bu afuchallik deymiz. Ammo kuching yetmaganlikdan afu qilish bu salbiy ish, bu salbiy boshqalarga ta'sir qildi. Jamiyatda zolimning yomon odamlarning bosh ko'tarishiga, yaxshilarning ovozi chiqolmay qilishga, yaxshilarning haqiqatini ololmaslikka sabab bo'ldi. Bu sukiladigan daraja. Endi madhilindigan afuchallik, haligi deganimizdek, ulamolar bu afuchallikni kuchi yetadigan turib afu qilishni haqiqiy afu deymiz deydi. Bu afuchallikning natijasini deb tugatgan bo'lmaydi. Masalan, shu islomninki 23 yil ichida, 23 yil vaqt ichida shunchalik butun arab yerim araligi tarqilib, Rasulullah'nınki hayat vaqtida shunchalik ayında arab jazirasida o'rin elishningki asosli sababi Rasulullah'ning afuchalligidir hamda. Uningki hammani demay turaylik, birla misolni desak, Makka fathi bo'lgan kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka kirishdan burun 9 dona urush jinoyatchisini o'ldirishga amr berdi. Bu 9 aylandan nurg'unlari Yemenga iyaga keçip ketmekçi bo'lib jiddiy dengizning bo'yiga chiqqan ekan. Uni endi keyin Rasulullah'ningki afu nimasi xabari, afu qilganlik to'g'risidagi xabar kelgandan keyin nurg'unisi qaytib kelgan. Ashning ichidan Hibar ibn Aswad degan birisi bakchiq askil qilgan musulmonlar hisoblab uni deb bo'lmayotganlar. Rasulullah'ning qizi Zeynab radhiyallohu anhani ishlatib qo'shiqdagi bolasini tushib ketishga sabab bo'lgan. Shunchalik endi. Ammo Rasululloh Makka kirib Makkani fath qilib bo'lganda butun kuch qulda, askar qulda, hukm qulda. Shundan turib intiqom olalaydi. O'zining islomga qilishuncha askirlik qildi, o'zining oilasi shunday bir askirlik qilgan bir odamni kechirayotganda shu chaqda. Uningdan achadi endi Makkaliklar hammasi Rasulullohga qarab qandaq nima deyishni, Rasulullah'ningki ag'izdan nima chiqsa shu chaqda endi yo o'ladi yoki yashaydi. Endi shunda bir nimada tug'a vaqtida sizni men kechirayotdim deb nima qilgandan keyin shundan keyin bu qattiq ta'sir qilganlik uchun bu afuchallik shuni top bo'lib islomga kirdi. Ashuni bilan bu islomningki tiz vaqtda, yoki zaten o Makka fathi bo'lgan chaqda hamma arablar musulmon bo'lib bo'lmagan vaqt, masalan Makka ahli musulmon bo'lmagan vaqt, o hamma shuningdan keyin shu bir nima safarbarliklarla islomningki shunda nima qilib ketganligi, umumlashganligi. Undan keyin nurg'un misollar bor bunga. Masalan, Salahiddin Ayyubidan ilgari ahli salib nimani Beytul Maqdasni besib olgan chaqda, shu Beytul Maqdasning shaharlarida qon oqqan gapda, qon oqqan Yahudi nimalar, xristianlar ashundoq o'ltirgan musulmonlarni. Uningki Salahiddin Ayyubi kelganligi, Salahiddin Ayyubi uni fath qilib, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu fath qilgan vaqtida shunda tinchlik bilan, Salahiddin Ayyubi fath qilgan vaqtida shunda tinchlik bilan anda fath qilib, hatto shu yaralangan xristianlarni, qo'mondonlarni davolab yo'lga sepib anda qilib. Buni musulmonlar yozmaydi, shu xristianlar kafirlar o'zi yozibdi, shu Salahiddin Ayyubiningki alohidligini. O hozirgacha tilda dastan bo'lib, shu islomningki haqiqiy mudag'aligi qurol bilan taqalmaganligi, afuchanlikqa taqalganlik. Bu afuchanlikning ta'sirini endi deb bo'lmaydi endi. Endi islomda harbi muqaddas degan nima yo'q. Urush degan harbi muqaddas bo'lmaydi, u muqaddas emas u. Eng oxirgi chora. Shu urush qilmiz bo'lmayotgan ya kelib qolgan chaqda urush qildi, islom shuni qaror qildi. Ammo xristianlarda
Ahli selefning ushlarda qilgan askiligi bu harbi muqaddasda buni diniy nimaga kirgizib olib, amaliyotda Iso alayhisolamning ta'limotigimi %100 xatoda. Iso alayhisolamning ta'limotida o'ng inikinga o'zi sol inikinga tutib bergan degan ta'limotlar emas. Bu faqat dinning chiqib ketgan gap emas, din emas endi ularning qilgani. Shunda askil qilgan yerda musulmonlarningki shunda keng qo'saqlik bilan shunga bu Yevropa ellarga islomningki nayti taqilishqa shundoq yaxshi bir nima qilishqa bo'lgan vaqtida bu Yevropadagi Hristiyan çirkavları asan dinni kontrol qilgan çirkavları turli töhmetlarni to'qib bunu qilib musulmonlarga ayda o'tmishlarda musulmonlarni anda qala qilish bilan taqatgan bunda qilgan bo'lsa hozirgi zamonda terrorist degan bir gapni o'ydirib chiqarib terrorist deganni musulmonlarning ismi bilan ayda nima qilyapti demdi u gap o'yin ketib qoldi. Demak endi mushu apuchallikning nimasida insonning qalbida shundoq bir yaxshi bir ta'sirini qoldirgan yana bir qismi bor. Bu Muaviya radhiyallohu anhu Şamda hakim vaqt, Şamga hakim bo'lgan vaqtda Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu'ningki Muaviyaning ikkisininki beg'i bir yer ekan, cho'ng bog' ekan hamda xo'miliq beg'i. Shu vaqtida bu Muaviyaninki ishchilari bu ibn Zubayr radhiyallohu anhu'ningki bog'chisiga kirib oladi ekan, kirib bir ishni qiladi ekan. Shuningga u xat yozdi ekanda, uni achchiqlab shu nimaga xalifaga xat yozdi ekan Shamga. Abdullah ibn Zubayrdan aşı jigar yegan xotinninki balasi Muaviyaga salom. Mushu xatim bo'lgandan keyin sen o'zingning hushini yiqin, askarlaringga, ishchilaringga degan mening beg'imdan chiqasin, agar beg'imdan chiqatmaygan bo'lsa men sana ko'rsataman deb shunda qo'pol yozdi. Yozgandan keyin Muaviya o'tirib ketdi, balasi Yazidga bu xatga nima deb javob beramiz desa, dada askar avatgan, askar avatib adibni berib qo'ygan unda. Muaviya men uni yaxshiroq qilsin qilay deb xat yozdi. Abu Sufyan o'g'li Muaviyadan zatini taqayn Asma'ningki o'g'li Zubayrga salom. Qarindishim bu dunyo butun dunyo biz o'tirmizda bo'lgan bo'lsa-mu, sana uni o'tinib beratdim. Agar mushu bog'cha Madinadan Shamgacha mening bo'lgan taqdirda yana sana beratdim. Mushu xatdan bo'lgandan keyin sen shunday qilginki mening ishchilarim sening ishching olsun, mening beg'im sening olsun, bo'ldi biz qarindoshlikni saqlab qolaylik. Alloh taolaning jannati hammadan yuqori deb xat yozgandan keyin bu Zubayr radhiyallohu anhu xatni o'qib qattiq yig'lab ketdi. Darhol aytsi safarga chiqib, pushaymon qildi, safarga chiqib, shu Shamga berib alayda. Muaviyaning peshonasiga suyab Alloh taolo seni nima degan halim, nima degan shundoq eg'ir besi qilgan, Alloh sendan rozi bo'lsin deb kechirim so'rayotganda, demak hamda shu bir Muaviya radhiyallohu anhu bilan ibn Zubayr radhiyallohu ikkisining orasining o'ngshilishi nurg'un musulmonlarning qon to'kilishining oldini olgan yana biri. Yana biri nurg'un musulmonlarningki nimaga qarshi bu xalifaga qarshi bunda nimasini o'zgartgan u odamning ashunda haqiqatan da balki halim eg'ir bes kishi ekan endi shunda bo'lib ketgan. Demak, islom tarixida ko'rsatsak, shunda isil ashunda nimalar bor endi buningga. Shu masalan endi bu islom dinininki O'rta Osiyo nimada, O'rta Osiyoda va Sharqiy Janubiy Osiyoda bizningki vatanimizda taqilishning nimasini hammadan bil demak ketmaydi. Masalan, ashuniki yaxshi axloqi, yaxshi xulqi, yaxshi nimasi. Demak hamda bu apuchallik Kunzininki Xitoyning nimasining Kunzining bir gapi bor ekan, u deydi ekan, o'qiya agar sen qattiq yog'ochga bir yer ta'sir teshiyotdi. Agar u suv kelsa, suv yutib oldi uni. Sen turmushda nurg'un nimalarga uchraysan, azorlarga uchrashing mumkin, xafa bo'lish, ranjib qilishing mumkin, seni ba'zan ranjitishi mumkin. Ammo sen shularga qarshi turmushningki bunday qiyinchilik, zarbalarga qarshi sen shu sudak bo'lib bersan, hemen unutib ketsa, hemen üzerine derhal o'ngshab ketsa. Agar sen anda yog'ochdak yo toshdak bo'lib ketsan, u o'qya seni yeriyotdi yoki tishiyotdi, zidi bo'lasan. Demakchi ekan hamda. Demak hamda shunda afuchallikningki ruhiy va odamning ma'naviy, axloqiy, ijtimoiy nurg'un jihatda hamda bu deb bo'g'ilib bo'lmaydi bu afuchallikningki foydasini. Abu qilgan odam avval Allohning rahmatiga, Allohning jannatiga erishsa, bu
butun dunyodagi insonlarning qalbidan o'tdi ekan. Shunga payg'ambar islomning cho'ng-cho'ng siyosiy arboblarininki tarixda shu afv qilish bilan qurol kuch bilan qilinmagan yoki intiqom bilan hosil bo'lmagan narsa afv qilish bilan qo'lga kelganligi shu Qur'oni Karim hadisida bu afvninki qilishninki naqadar cho'ng bir afzal ekanligi haqida nurg'ulgan oyat hadislar keladi. Yani şu hazır cemiyetimizde qarindoshlik meselesi. Nurg'ulgan qarindoshlar ichida ko'ngil og'rinish, bir-birimizning xaf bo'lish, hatto bir jamiyat tashkilotlar ichidami shu bir-birimizning og'rinish bilan bu ishlarning mag'lub bo'lishiga sabab bo'lyapti. Bu vaqtda biz sizlar tushuntirib o'tgan bo'lsanglar. Yaxshi. Yusuf Harim aytuvdan tushundida, ya'ni bu insondagi kechirim qilish, kechirimchanlik ya keng qo'saqlik Müslümanlar bilan musulmon o'tirishda emas, hatto musulmon bilan kafir o'tirdimi? Kafirlarga o'zimizning axloqi, keng qo'saqligimiz bilan qanchalik insonlarning qalbini tutqanligini deb o'tdik. Endi hozir bizning hozir Uyg'urlarning vaziyatimizda desak, yani bizning beshimizga kelgan musibat, kulfat, vatan ichida inson tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu tashqaridami bizlarga kun yo'q bir holat bo'layotdi. Mushundaq bir ahvol ostida bizning mayli qarindoshlar bo'lsin, musulmonlar jamoati bo'lsin, o'zimizningki atrofimizdagi kishilar bo'lsin, mushulardan bir kechirimchanlik, keng qo'saqlik bizda nihoyatda oz bo'lganligi uchun nihoyat oddiy bir sabablar bilan bir kelima, bir so'z yoki bir ishoratlar bilan qabul qiladigan, qarindoshlar bilan aylab so'zlashmaydigan mushundaq ahvollar bo'layotdi. Buning hammasini ya'ni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Peygamber Aslam'ın ahlakını sifatlab ve inneke la ala xuluqin azim deb ko'rsatgan o. Şu biz qancha biz o'zimizning axloqimizni islom axloqiga, Peygamber Aslam'ın axloqiga, islomninki ve musulmonlarning ve bizning insonlarninki manfaatini chiqish qilib, o'zimizning shaxsiy manfaatidan umumning manfaatini chiqish qilgan vaqtimizda nurg'un masalalar hal bo'lib ketadi. Sabrchanlik bo'ladi, keng qo'saqlik bo'ladi, hamma narsa bo'ladi. Yani agar unda qilinmasak, bu vaqtda nurg'un qiyinchiliklar duch keladi. Hozir biz ko'rayotgan ahvollarda shu tor dunyosi hozir biz Uyg'urlarninki mashg'ul qilayotgan bir dunyo hamda ijtimoiy uchur vositalari. Mayli xabar alayli, xabar berayli, yazayli, o'qayli hammasi mushayat bo'layotdi. Mushu tor dunyosida hozirgi vaziyatda bizning Uyg'ur xalqi o'zining bir kishilik mas'uliyatini unutgan holda, uningga hujum qilgan, buning shikoyat qilgan, buni tillagan, buni so'kkan, hatto shuncha ulug' insonlarni qarab turib taptatmay, uning iymoniga shak qilgan, uning hujum qilgan, sökken tillagan bu ahvollarni ko'ryapmiz. Bu endi insondagi axloqning tushkunlashganligi yoki haqiqiy o'zining bir kishilik mas'uliyatini bilmasdan islomning ruhiga yiroq ketgan, faqat bu insoniyat dunyosida bir axloqdan yiroq ketganligini ko'rsatadi. Shu sababdan bu islomning ruhi davomli kechirimchanlik, keng qo'saqlikni asos qiladi. Hem boshqalarga bo'lgan so'zimizda, xitobimizda biz imkon bor boshqalarning ko'nglini ranjitib qo'yadigan so'zlar, harakatlarni qilmaslik orqali biz insonlarga kechirim qila olamiz, boshqalarni yo'l qo'ya olamiz. Ammo zodi menga gap qilib oldi, yo o'tkazib oldi, bir narsa qildi, zodi bunga men deyib olmasam, bunga o'tkazib olmasam bo'lmaydi desak, bu vaqtda ne sabrchanlik, ne qo'saqlik hech narsa qolmaydi bizda. Hazır qarindoshlikni buzayotgan dal mushu ishlar bo'layotdi. Yaqin qarindoshlar, hatta bir yaqin xizmatdoshlar bir ishni birga qilamiz deb ma'lum yerga borgandan keyin shu tilimizningki qo'polligidan, ba'zi muomalamizning qo'polligidan ishlarni do'stlarga qo'pol tegib qo'ygan, shuning bilan ishlar cho'lib ketgan. Shunga biz qarindoshligimizni saqlash uchun birdan bir o'zimizning shu tilimizni saqlash, bir xatoliklarni afv qilish. İnsanın bir kenz iken bu anda yaxşılıqnınki. Her insanda Allah Teala özü küçük nurgulluğun talantlının kabiliyetini bergenken. Ama bu gulga okşaş. Gulnama bunun olan tikin oluyor dendi. Aş talantı var qarindoshlarning ama nurgulluğun yetersiz tarafı oldu ki. Biz anda şu yetersizlikini afv qilib, ko'chirim qilib turib, onunki talantının faydalanishini o'rgansek, inşallah işlerimizga birinchidan Allohning rahmatiga erishimiz, dunyodan qilayotgan ishlarimiz inshaalloh bir natija beradi deb qarayman. Yana ustoz Muhammad Yusuf Qarimninki qo'shimcha qilgan taraflar bo'lsa,
Bundan da Sıray Nacım yeterlik gap kıldı. Qo'shimcha yam yo'q. Endi kechirmak, masalan, achchiqni yutmak haqiqatan naydi qiyin, lekin buningki mukofoti naydi yuqori hamda masalan. Alloh taolo val kaziminal g'ayz val afina anin nas ashu necha topadigan mu'minlarning qatorida sanoqliq. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda deglik kimni botir deysizlar, yiqitolmaydigan odam deysizlar desa, biz normalda hamda bekimning kuchi yetmagan odamni biz botir deymiz. Andaqa emas, o'zining achchig'ini yuta olgan odamda. Ya'ni yuta olgan haqiqiy mujohid ham davucha, o'zining achchig'ini yuta olgan odam, o'zini tutib olgan odam oson gap emas. Shu xuluq bilan axloqlanish degan oson gap emas hamda. Shundoq bularga hamda shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Alloh taolaning va innaka la ala xuluqin azim deb sifatligini mo hamda Rasulullahga ayında büyük axloq uchun shunday deyilgandi. Biz hamda Rasulullohning ummati bo'lgandan keyin biz hamda Rasulullohni nima qilsak Rasulullohni do'rashga tirishishimiz kerakda. Qancha % doğru olsak doğru olib shuni tirishimiz hamda. Ammo shu achchig'ini yutishdim hamda misol keltirdik aynan Rasulullohniki o'zining oilasiga qilgan eski shunday yomonlik qilgan dushmanlarni kechirayotganligi hamda ya'ni Rasululloh yana bir hadisda deyilib qo'y payg'ambar alayhisalom bikimga Alloh taolaning cheklagan ishini qilgan odamga shunday achchiqlaydi, ammo o'zining boshqa dunyolik boshqa ish uchun achchiqlab boqmagan bikimga degandi. Shunchalik bu bir axloq hamda. Biz shu Rasulullohning axloqida axloqlansak yetadi bizga shu. Ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ustoz Siray Najimdimi ba'zi gaplar bor edi, lekin vaqt bir yerga borib qoldi. Hozir vaqt uzrab ketsa ko'rarmanlarimizni malal qilib qo'ymaylik. Hurmatli qarindoshlar, programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Keyingi halqalarda qaytib tushirish umidi bilan tadbiringlardan xo'shlashamiz. Xayr, xo'sh, salomat bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.